Meni adım Alican, familiyam Tajibayev. 62 yaşdaman. Sport bilan 60 yaşdan başladım shug'ullanishga. 60 yoshgacha og'rib, kasal bo'lib, больницаlarda yotib, ukollar olib, 10 yil umrim shunday o'tdi-da. Keyin 60 yoshdan keyin trenirovka qildim. Bardiq og'riqlar yo'qoldi. Hozir atlishni bo'lib, o'zim ko'rinishlarimda ham o'zgarishlar bo'lib, shunday yaxshi bo'lib qoldim. Hozir sportdan ajralmay yuribman-da. Birinchi yo'l kelganimda kutumni mananga chiqara olmasdim. Mana shu yerga jetadi, tushib ketardi. Mana unda boshladim, rastashib qilishdi. Mana shu 5 yo'li, 10 yo'lidan damal. Keyin 20 yo'li, aslida damal bunda qilib, 100 yo'li bir oyoqda qilib rastashib qilib. 200 yo'ligacha ham chiqadi. Keyin ertasi kunga o'zi menga chiqadigan bo'ldi-da. Keyin bunga chiqdi. Bunda ham o'ta shunday qilib nima qildim. Keyin shunday bo'ldi. Endi menga odamlar aytdi, u besполезно bo'lmaydi, u o'zi qatib ketgansan deyishdi. Lekin men o'zi rezultatni o'zim ko'ryapman-da. Lekin qilaverdim. Mana shu yergacha chiqdi. Menga chiqqandan keyin o'zi shpagatga ham tushadigan bo'lib qoldi. Endi shu rastashgani ko'p yo'li qilib, astoydil harakat qilsa, mana bu eng yo'ni, mana bu shpagat rastashga. Любой yoshdagilargacha. Hozir cho'ng yoshdagilar mana bu turnirlarda yaxshi o'ynay olmaydi. Mesela aslida endi lekin ko'p elementlarni qila olmaydi, o'zi yoshga to'g'ri kelmaydi. Lekin mana любой yoshga to'g'ri keladi. Mana bu odamni qiynab qo'ymaydi. Только rastashga qilasiz, shpagatga tushaveradi. Buni любой qilib ko'rsa bo'ladi-da. Endi mana ular yoshga to'g'ri kelmay ham qiladi. Shpagatni qancha vaqtda o'tirdingiz, qancha vaqt? Shpagatga 1 yilga yaqin harakat qildim-da. 1 yilgacha. Tashlashi 1 yil ham deb qo'yaylik. 6 oydan keyin tushdim-da. 6 oy bilan 1 yil arasida tushdim. Men turnirga birinchi yo'li kelganimda belim og'rirdi, pochka pristup berib og'rirdi, davleniya bor edi. Mana shu turnirga asildim, bardiq yo'qoldi-da. Bel og'riqni hali belim ko'tara olmay qiylanardim-da. Hali bardig'i yo'qoldi. Endi normalniy bo'ldim, lekin bel og'riqda kichkina bel og'riq turdi-da. Men o'yladim, mana shu bel og'riq yo'qolmaydi shekilli deb o'yladim. 3 oydan keyin o'zi yo'qolib ketdi. Umuman bel og'riq yo'qoldi. Endi undan keyin o'zi birorta ham kasallik qolmadi-da menda. Birinchi yo'l kelganimda 2 gacha sana olmasdim-da asilibchi. Shunday asilardim. Bir tushib ketardim. Ana lekin yana harakat qilib, bir sutka aslan bir dimen tushib ketaman. Damal kelgani aslan mana shunaqa qilib bir sutka harakat qildim. Ikkinchi kuni o'zi 5 gacha sanaydigan bo'ldim qarmoq. Mana shunaqa qilib keyin kuniga stolka asildim. Asilib 100 gacha, 150 gacha, 200 gacha sanaydigan bo'ldim. Asilib turib. Keyin asilgandan keyin o'zi mana ularni boshladim mana.
putimni bu yoqqa ko'tara olmadim. Keyin mana shuni qilib turib, keyin mana unga o'tdim. Ana niki mana unga o'tdim. Bundan keyin putimni yana ham ko'taraverdim. Ko'taringa podъем переворот qiladigan bo'ldim da. Mana bu. Ha? Podъем переворотқа qancha vaqtda chiqib qolasiz? Boshlagandan keyin. Esimde yo'q to'g'ri. Bu yoqni o'ylimni tiklaverdim. Tez bo'ldi. Tez kunda elim oldu. Ana men qarang, mana hop. Ana shunga o'tib ketdim. 50 yoshdan sport bilan shug'ullanaman deb niyat qo'ydim. 50 yoshda ko'p og'ridim. Og'ridashi, bel ağrıdı, pochka, pristup berib og'ridi. Davleniya, ko'p jo'li davleniya bo'ldi. Hatto men bir oyog'im polni чувствует отказ qildi. Davleniyadanchi. Keyin yana qo'yib yuborib, yana yugurib, shunaqa qilib 10 yil 60 yoshgacha bansida yotib, ukol olib, kasalga alishib yashadim. Keyin 60 ga kirgandan keyin mana shu yerga kelib, nevaram bilan kelib, nevaramni ko'rsataman demanda, bir-ikki ko'rsatuvdim, o'sha jon kirganga o'xshadi-da qo'llarimga. O dedim, menga jon kiryapti deb trenovka qildim. Uyga borib, bugun men 5 yoshga yashardim dedim. Ertasi kuni lekin boshladim kelishdi. Menga u bansida yotib, ukol olib, pochka pristup berib, uxlay olmay, oylab, yotib, qiynalib yurgandan ko'ra mana yerga kelib trenovka qilish menga yaxshi bo'lib qoldi. O'zi u yoq bu yerga kelmasam qadamni qo'rqinchli edi. Uyda qolsam, qilmasam опасно bo'ldi. Даже endi o'lib ketaman deb ham o'yladim. Keyin mana shu kelib trenovka qilib turganim o'zim kelib borib balda yoshlar ko'p shug'ullanishadi. Haliga qarab turib o'zimni cho'ngligimni ham unutib qo'ydim. Borib ashuncha bolalarni qilardim-da. Bo'lsa meni yoshimda qila olmaydi buni. Hali yosh bolalarga qarab turib cho'ngligimni ham unutdim. Ashlarni qilayotgan, ashlar ona qilyapti deb qilam, bo'lib ketadi. 62. 60 yoshda boshladim, 2 yil bo'ldi. Hozir mana bu manada chiqdimmi silovoyga. Ashlarda armiyada qila olmaganman. Hozir qilyapman. 19-20 yoshimda 65 kilo ves bilan qila olmagan упражненияларni hozir mana bu yerda 62 yoshda 71 kilo ves bilan qilyapman. 65 kilo ves bilan 19-20 yoshda qila olmaganimni hozir qilyapman. Mana shu yoshlarga qarab yoshlar ham motivatsiya beradi. Bizdan yoshlar motivatsiya oladi. Ashuncha mashina kelib beso'q qarmab kelyapman-da endi. Tomoqlanuvni qanday tomoqlanib qoldi? Burada qanday tomoqlanasiz? Tomoqni mana shu yerda sportsmen baldar sportivniy pitaniyalarda aytishdi. Qaymoq, smetana, shokolad yeyish kerak dedi. Tvoroglar yeyish kerak dedi. Haliyada aytganini qiluvdim. Men obedda ashlar aytganini qilib tomoqlansam, kechgachayin charchamayman-da. Kuchim ham ketmaydi. Kechgacha kuchli bo'lib turib, yana ham qiyin kelib turib, yana vaqt tugab qolgani uchun kech bo'lib qoldi deb ketib qoldim.
Aş pitaniyada ham ish bor ekan. Pitaniyani yaxshi pitaniya qilsa, kuchli bo'lib, charchamay, tirnoqcha qilsa bo'ladi ekan. Turli tamoqlar jeb qarim bor edi. İçim bor edi, qarim qilsa. Mana dedi. Shuni ham shu yo'qoldi shu yerda. Kelganda 77 kilo oldim. Hozir 71 kilo oldim. Mana shu yerdan odamlar hali ishlab charchab ketsa, men bu yerda tirnoqcha qilib dam olgandek ketadi. Menga tirnoqcha dam olish kerak. Ha, jaqa. Ketayotganda lehki bo'lib, настроение yaxshi. Yurak bardiga 60 ni ishlaydi, organizm zo'r 60 ni. Как будто 17 yoshda qoldi. Ketaman. Bu yoqda 62 yoshda. Uyga 17 yoshda bo'ldi. Tirnoqchaga ashyoga jaqa. Alijan Ағаның келгенде өзі 1 жылдан ашып қалды. Былтыр февраль айларында келген. Башында келгенде аябай қиналып, бұттары чойылбай, аз көрдіңіз да, бұттары чойылып қышқаясып отырып қалған. Эштесі тартына албай болчу 1-2 жолдағы. Өзі бұға чейін 10 жыл орығамын деп айтқан мага. Анан бұл жерде біз жумасын 2-3 жолудан тренировка қылып тұрабыз бұл жақтачы. Балдармен тренировка қылып тұрабыз. Ошондо бизге келип баштаган келип, бизди көрүп үйрөнүп, бизден сураганча мынча эмелер. Азык кочурда абабыздын формасы өзүңүз көрдүңүз, анча-мынча жаш балардыкына караганда тың. Айта кетчү нерсе, бул Алижан абабыздан үлгү алышыбыз керек, бардык жаштар. Мен эми соц тармакта жүргөнгө байланыштуу менен көбүрөөк адамдар сурашат. 30га 40га чыккандар элечи, биз тренировка кылсак болобу, үйрөнө алабызбы депчи. Мына ушул абам сиздерге пример болсун деп ушул видеону алып жатасыздар. Анан негизи бул спорт жакшы нерсе, бизге көчө спорту деп коет бул жер. Бекер, бесплатный. Эч кандай акча албайбыз, бул жактан каалаган адамдар келип тренировка кыла беришет. Бул Алижан абабыз келгенден баштап бизде улуу жаштагы адамдар да көбөйүп баштады. Өзү менен кошо алганча келет, намаздан алып чыгып, жаштарга үлгү болуп атат десек болот. Спорт негизи жакшы нерсе, спорт денсаулыктын булагы дегендей. Бардыгыңыздар спорт менен алектениңиздер. Эгерде Ош шаарынан көрүп жаткандар болсо, ушул Дельфин бассейн деп коебуз, ушул жака келсеңиздер, биз сиздерге колубуздан келишинче жардам беребиз. Рахмат. Алижан ака көз күтүп алабыз. Men yoshlarga ham, cho'nglarga ham aytayim. Shu sport bilan zanimatsa qilish kerak. Sportni o'qitasa bo'lmaydi. Sportda vrednost yo'q. Hozir kerak bo'lsa tamoqlarning ichida ham vrednost bor. Ichimliklarda bor vrednost, havoda bor. Aslida sportda bunday vrednost yo'q. Toki o'zini yoshiga qarab, densaulligiga qarab, biladigan sportsmen, tushungan odamlarga qarab turib, yo'l-yo'riqi bilan sport bilan shug'ullansa, atlishni bo'lib qoladi. Undan keyin yoshi o'tganlarga ham, yoshlarga ham meni bir so'zim hayot bir hali arqonni bilasizmi? Arg'amchi bor, arg'amchi. Arg'amchiga asilib chiqib ketgandekda. Shu asilib chiqib ketyapti. U yashayapti-da. No, oson emas-da. Yashash oson emas-da. Chiqib ketyapsiz. Qiyinchilikni jengasiz, chiqib yashaysiz-da. Qo'yib yuborsangiz qiyinchilik bo'lmaydi. Lekin adam o'zini o'zi yo'q qiladi. Qo'yib yubordi. Bu deganimki, hali odam deb tashlaveradi-da. Sport trenirovka qilgisi kelmaydi, jatgisi keladi. Telefon ko'rgisi keladi, televizor ko'rib jatgisi keladi. Cho'nglar samolarda o'tirib, suylashib, choy ichib o'tirgisi keladi. Bu o'zi harakat yo'qda hayotga. Men ana shu harakatni darsga olib ketyapman-da.
Shu hayotdagi barcha qiyinchiliklarni yengib harakat qilib ketyapman. Yosh rol o'ynamaydi. Men yoshim o'tgan degan u to'g'ri emas. Ashu yoshi o'tgan odamni qilganini yoshi o'tmagan odam ham baldaram qilmay yuribdi. Qila olmaydi. Hozir men qilganda ko'p yoshlar qila olmaydi. Shunga o'xshagan. Odam o'zini o'zi minusga olib kirib ketadi-da. Yoshim o'tdi, endi bo'lmaydi. O'zi organizm chidamaydi deydi-da, o'zi odam o'zini o'zi qaritib qiladigan ishini qila olmay qoladi-da. Bu narsa mana bu yerda paydo bo'ladi-da boshda. Qo'l, oyoqda aql yo'q. Nimani qil desangiz qilib ketaveradi. Turnik asl desangiz turnik asl, suvda suz desangiz suvda suzadi. Futbol o'yna desangiz futbol o'ynab ketaveradi. Qo'l oyoqchi. Mana bu yerdan odam qaritadi o'zini. To'g'rimi? Boshdan o'ylab, aql boshda. O'ylab men yoshim o'tdi, uyat bo'layotdi endi. Bularni qilsam bo'ldi. Yosh bolamidim men. Yoshim o'tdi endi deb o'zini o'zi qaritib o'zini o'zi tugatadi-da. Shuning uchun barcha insonlarga harakatni so'rayman, aytanda maslahat beraman. Harakat qilish kerak, sport. Eng yaxshi nima sport. Sport bilan harakat qilish kerak. Alloh taolo ham o'sha harakat qilganlarni suyatda. Bo'lmasa churqab yurgan odam hech kimga foydasi yo'q. Lekin ana shu yaxshi churqagan uchun dunyoga tanitib qo'yadi Alloh. Shu Allohga shunday yaxshi harakat qilgani, churqagani Allohga jaqib olamga taratadi, butun dunyoga tanitib qo'yadi. Shuning uchun harakatni barcha inson qilish kerak. Harakat qilgan odam Allohga jaqat.